هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 51. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 51. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler! Yahudi ve Nasaralarını dost tutmanlar. Ula birbirini dost tutudu. Sizlerden kimi ki ulan dost tutudiken umu en şuladın sanıldı. Allah zalim kavmini hakikaten hidayet kılmaydı. Dillerinde kisellik yani münafıklık bağlarının zaman özgürüp kafirla zafer tapsa özümüzge bir palaketçilik gelişiden korkmayız dep ula bilen dost buluşka aldırganlıkını görsen. Allah Resulullah'a Musulmanlığa galibe yani Mekke'nin fetih kılışını ata kılıdı. Ya ki bir işini yani ulanın münafıklıkını paş kılışını meydana keltirdi. De köңledi yoşurğını yani müminlerin düşmanlarını dost tutkanlığı için ula nadamet çekidi. Bu münafıkların Musulmanlığa kılgan hile mekeri paş kılınğanda müminler birbiriga sizler bilen çokum billa ikenliklerge Allah namı bilen qattiq qasam içkenlermi şu kişilermi deydi. Ulanın yani münafıklarının kılgan emeller bekar boldu. Ula dünyada ve ahirette ziyan tatqıcı boldu. Yahudi, Hristiyan ve başka İslam düşmanları bilen dostlaşıştın tosqanlıq doğrusida. Allah Teala mümin bendilerini Hristiyan ve Yahudiladek İslam'ın ve Müslümanların düşmanları bilen kişiler bilen dostlaşıştın tostu. Allah Teala mümin bendilerini Hristiyan ve Yahudiladek İslam'ın ve Müslümanların düşmanları boğan kişiler bilen dostlaşıştın tostu. Andın İslam düşmanlarının özara birbiri bilen dost ikenlikini bayan kılıp ve ula bilen dost bolğanlığa qattiq tehdit silip mundaqdaydı. Sizlerden kimi ki ulan dostusu diken umu en şuladın sanıldı. Bu haqda İbn Ebu Hatem mundaqda bir rivayet kılgan. Abu Musa Aş'arini ilim berim hisabatlarda bir parça teriga yezip özüge ma'lum qilishga buyurgan idi. Abu Musa'nın bir Hristiyan katibi bulup o katibning yazgan xati Ömer'ge sunulganda Ömer onun xatini yaratıp gelip onunla sen hakikaten usta katip ikensen Şam'dan man kelgen bir parça mektupni mescitte okup beremsen dedi. Katip onda kılalmaydıganlıqını etqanda Ömer sen yuyunmaganmıdan dep sordu. O men Hristiyan dep cevap beribidi. Ömer onu kopal silkip putuğa urdu ve onu çıkırıp itinla dep Allah Teala'nın ey müminler Yahudi ve Nasaralarını dost tutmanlar. Ula birbirini dost tutudu. Sizlerden kimi ki ularını dost tutudiken umu en şuladın sanıldı digen ayetini okudu. İbn Ebu Hatem Muhammed İbn Sirin'in mundaq deganligini rivayet qiladi. Abdullah ibn Utba
sizlar tuymasdan Yahudi va Hristiyan bo'lib qilishdan ehtiyot qilinglar dedi. Muhammad ibn Sirin biz Abdullah ibn Utba bu so'zda Alloh taolaning ey mu'minlar Yahudi va Nasaralarni do'st tutmanglar. Ular bir-birini do'st tutadi. Sizlardan kimiki ularni do'st tutadi ekan, u ana shulardan sanildi degan oyatini ko'z tutganmikin deb gumon qilishdi. Dillarda kasallik, ya'ni munofiqlik borlarning zamon o'zgarib, kofirlar zafar topsa, o'zimizga bir falokatchilik kelishidan qo'rqamiz deb ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rsan. Ya'ni sen ko'nglida gumon va munofiqlik borlarning ularni do'st tutishga, ular bilan ish qo'yin tosh qo'yin bo'lishga oldirashganligini ko'rsan. Ular kofirlarni do'st tutishda agar kofirlar musulmonlarni yengib olsa, bizning do'stligimizni unutmay bizga yaxshilik qilar. Natijada biz ba'zi baloy ofatlardan qutulib qolamiz deb bahoni ko'rsatdi. Alloh Rasulullohga musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fath qilishni ato qildi. Yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi-da, ko'nglida yoshurg'ini, ya'ni munofiqlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi. Ya'ni ular unda qilg'ini bilan balki Alloh taolo Makkani fath qilib o'tishi yoki Yahudi Hristiyanlardan jizya to'lam oladigan nusrat ato qilib o'tishi mumkin. Shundaq bo'lganda Yahudi Hristiyanlarni do'st tutib olgan munofiqlar ularni do'st tutqaniga va ular yaqinchilik qilganiga hech bir foyda ziyni bo'lmagan do'stlik o'rnatib, ziyon tortqaniga pushaymon qilguvchilardan bo'ladi. Chunki Alloh taolo ularning yo'shirin qilgan do'stliklarini mushu dunyoda mu'min bandalarga oshkorlab, ularni rasvo qildi. Mu'min bandalarga ularning abdi bashirisi oshkorlanganda, mu'min bandalar ularning o'zlarini mu'min deb qasam ichib turib, amaliyoti yolg'onchi, bo'hton choplag'uchi ekanligidan hayron qoldi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: bu munofiqlarning musulmonlarga qilgan hiyla-mikri fosh qilinganda mu'minlar bir-biriga sizlar bilan cho'qim billa ekanliklariga Alloh nomi bilan qattiq qasam ichganlarmi, shu kishilarmi deydi. Ularning, ya'ni munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ladi. Ular dunyoda va oxiratda ziyon tortquchi bo'ladi. Ziyon tortquchi bo'ldi. Muhammad ibn Ishaq mundaq deydi: Muhammad alayhissalom bilan birinchi bo'lib kelishimni buzgan qabila Banu Qaynuqa qabilasi edi. Asim ibn Umar ibn Qatada mundaq deydi: ular kelishimni buzganda payg'ambar alayhissalom ularni qo'rshovga olgan. Oxiri ular payg'ambar alayhissalomning hukm qilishiga ma'qul bo'lgan. Ular payg'ambar alayhissalomning qo'liga tushganda Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'rnidan turib, ey Muhammad, mening do'stlarimga yaxshilik qilgan bo'lsang, ular Hazrat qabilasi bilan ittifoqdosh edi dedi. Payg'ambar alayhissalom unga javob qaytarmagan edi. Abdullah yana: ey Muhammad, do'stlarimga yaxshilik qilgan bo'lsang dedi. Payg'ambar alayhissalom unga gap qilmay yuzini boshqa tarafga o'rib oldi. Abdullah qo'lini payg'ambar alayhissalomning dubulg'isining yonchuqiga kirgizgan edi. Payg'ambar alayhissalom unga meni qo'yvat dedi-da, qattiq g'azablanganligidan hatto payg'ambar alayhissalomning yuzi tatirib ketdi. Ondan payg'ambar alayhissalom: voy sana, meni qo'yvat dedi. Abdullah: yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, mening do'stlarimga yaxshilik qilib, ulardan 400 savut dubulg'isiz 300 dubulg'iliq kishini menga bermagicha men seni qo'yib etmayman. Ular meni har qanday dushmandan qo'g'digan tursa, sen ularni birdamdila yo'qitib etamding.
men kunlarni birida kofirlar g'alaba qilib bizga falokat kelishidan qo'rqaman dedi. Buni anglab payg'ambar alayhisalom ular sening bo'lsin dedi. Ubada ibn Validning so'zlab berishicha, Banu Qaynuqa jamiyati payg'ambar alayhisalom bilan urushganda Abdullah ibn Ubay ularning tarafini ilib turib oldi. Ubada ibn Samit Hazraj qabilasining Bani Avf jamiyatidan bo'lib, Umar Banu Qaynuqa bilan Abdullah ibn Ubaydullah ittifoqdosh edi. Ubada ibn Samit Hazraj qabilasining Bani Avf jamiyatidan bo'lib, u Banu Qaynuqa bilan Abdullah ibn Ubaydaklar ittifoqdosh edi. U payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, ular bilan bo'lgan ittifoqlashlikni bekor qilib o'tib, ulardan oda juda bo'lganligini va Alloh va uning payg'ambariga tavba bo'lganligini jakarlab bundoq dedi. Ey Allohning payg'ambari, men Alloh taologa va uning payg'ambariga ular bilan bo'lgan ittifoqlashligimni bekor qilganligimni, Alloh taolo uning payg'ambari va mu'minlarni do'st tutganligimni, kofirlarning do'stligidan oda juda bo'lganligimni jakarlayman. Shuning bilan Alloh taolaning ey mu'minlar, Yahudi va Nasaralarni do'st tutmanglar. Ular bir-birini do'st tutadi. Sizlardan kimiki ularni do'st tutadigan, u ana shulardan sanildi degan oyatlari Ubada ibn Samit va Abdullah ibn Ubay haqida nozil bo'ldi. Ey mu'minlar, sizlardan kimiki murtad bo'ladigan, Alloh uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularmu Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va salomat qilg'uchining va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidir ki Allah uni bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Shubhisizki sizlarning do'stinglar Allohdir. Allohning rasulidir va mu'minlardir ki mu'minlar ta'dil arkon bilan namoz o'taydi, zakot berdi. Ular Allohning amriga kamtarlik bilan bo'ysunuvchilardir. Kimiki Allohning payg'ambarini va mu'minlarni do'st tutadigan, u Allohning jamoasidandir. Allohning jamoasi albatta g'olibdir. Mu'minlar dindan yansa, o'rniga boshqa bir millatni keltiradiganligi to'g'risida. Ey mu'minlar, sizlardan kimiki murtad bo'ladigan, Allah uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Alloh taolo bu oyatda kimiki Alloh taolaning dinini va shariatini tiklashdan yuz o'rsa, uning o'rniga uningdanmi yaxshiroq, uningdanmi kuchliroq va uningdanmi ravus diniy qarindoshlariga kamtar va rahimdil, dushmanlarga qahrlik va shafqatsiz, Alloh taologa toat qilishda, Alloh taolaning qonunini ijro qilishda, yaxshilik buyurishda, yomonlikdan to'sishda, yaxshi ishlarni qilishda, har qanday to'sqinchilikning to'salg'isiga parvo qilmaydigan, har qanday taptana va malomat qilg'uvchilarning malomatidan qo'rqmaydigan haqiqiy mu'minlarga almashtirib yetadiganligiga Alloh taolaning qudratining yetadiganligidan xabar berdi. Agar Alloh taolo xolisa, bu uningga tas emas. Bu toki qiyomatga qadar
bir umumiy xitobdir. Alloh taolo birining o'rniga yana birini elib kelalaydiganligi to'g'risida mundaq deydi: agar sizlar Allohning taatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosda yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolisa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib etib, o'rninglarga sizlardan yaxshi yangi odamlarni yaratadi. Bu Alloh qiyin emas. Mu'minlarga ko'yinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Alloh taolo haqiqiy mu'minlarning diniy qarindoshlariga kamtar, kofirlarga qahrlik bo'ladiganligi to'g'risida mundaq deydi: Muhammad Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir, o'zaro kuyimchandir. Va ya'ni Muhammad alayhisalom küldürgüçi, külümsürgüçi ve urushquchi yoki jang qilg'uchi deb sifatlangan. Demak, u do'stlariga kulimsiraydi, dushmanlar bilan urush qildi. İmam Ahmad Abu Dar radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: do'stim Muhammad alayhisalom meni 7 ishga buyurgan. Ular bechora miskinlarga amroq bo'lishga va ularga yaqinlashishga, turmushda o'zimdan tuvandikilarga qarashga va ustunlarga qaramaslikqa, boshqalar sila rahimni mendan uzib qo'ysamu ularga sila rahim qilishga, hech qanday odamdan bir narsa so'ramaslikqa, ochiq bo'lsa-mu haqni so'zlashga, Allah yo'lida malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaslikqa, la havla va la quvvata illa billahni ko'p deyishga buyurdi. Sababi shuki, u arshning ostidan chiqqan eng kuchlilardir. Sahih hadisda payg'ambar alayhisalom mu'minga o'zini o'zi xorlash loyiq emas deganda, sahobalar: ey Allohning payg'ambari, o'zini o'zi qanday xorlaydi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: o'zi ko'tarolmaydigan ig'ir sinoqlarni o'ziga yuklab oladi deb javob berdi. Bu ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidir ki, Allah onu bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Yani kimiki yuqoridagi mu'minlarning sifati bilan sifatlansa, uning bundaq sifatlanishi cho'qim Alloh taolaning uningga ato qilgan marhamatidandir. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Yani kimning Alloh taolaning marhamatiga loyiq bo'ladiganligini Alloh taolo obdan bilguchidir. Shubhisizki sizlarning do'stinglar Allohdir, Allohning rasulidir ve mu'minlardir ki, mu'minlar ta'dil arkon bilan namoz o'taydi, zakat beradi. Yani Yahudilar sizlarning do'stinglar emas. Sizlarning do'stliqinglar Alloh taolo, uning payg'ambari va mu'minlarga xosdir. Bu yerdagi do'stlikqa loyiq bo'lgan mu'minlar shirki yo'q, birla Alloh taolaga ibodat qilishdan iborat islomning turiklarining eng kattasi bo'lgan namozni to'liq o'qigan, faqir miskinlarning haqqi bo'lgan zakatni bergan mu'minlardir. Ular Allohning amriga kamtarlik bilan bo'ysunguchilardir. Yani bu oyatni ruku holatida turib zakatni berdi deganlik. Xato tushunib qilingan. Navoda shundaq deyilgan bo'lsa, ya'ni bu oyatni ruku holatida turib zakatni berdi deganlik xato tushunib qilingan. Navoda shundaq deyilgan bo'lsa, zakatni ruku qilgan holatda berish boshqa holatda berishdan afzal bo'lgan bo'ladi.
e'tiborga olg'uchiligi bor olimlarning hech biri bundaq deb qaramagan. Undaq bo'lgan ekan, oyatning asli ma'nosi farz namozlarini jamoat bilan o'qish uchun Alloh taolaning masjidlariga keladi. Zakatlarini musulmonlarning foydasiga hajlaydi deganlik bo'ladi. Bu oyatlarning nozil bo'lish sabablari to'g'risida yuqorida bu oyatlarning hammasining Ubada ibn Samit radhiyallohu anhuning Yahudilarning ittifoqdoshligidan ado juda bo'lib, Alloh taolani uning payg'ambarini va mu'minlarni do'st tutishga rozi bo'lganligi haqida tushganligi bayon qilindi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: kimiki Allohni, Allohning payg'ambarini va mu'minlarni do'st tutadigan, u Allohning jamoasidandir. Allohning jamoasi albatta g'olibdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Alloh lavhul mahfuzga men va mening bandalarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari ya qarindoshlari ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutish mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ulardan rozi bo'ladi. Allohdan ularmi mamnun bo'ladi. Ana shular Allohning qo'shunidir. Bilinglarki, Allohning qo'shuni maqsadga erishuvchilardir. Ya'ni Alloh taolo uning payg'ambari va mu'minlarning do'stligiga rozi bo'lgan har qanday odam dunyo va oxiratda nijotlik topquchidir. Dunyo va oxiratda nusrat berilguchidir. Ey mu'minlar, sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan dininglarni masxara va o'yinchi qilganlarni do'st qilib olmanglar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Sizlar namozga chaqirgan, ya'ni azon aytgan cheg'inglarda ular namozni ham sizlarni masxara va o'yinchi qiladi. Bu shuning uchunki ular namozning hikmatini va namozning nafsini paklashdiki g'oyasini tushunmas qavmdir. Kafirlar bilan do'stlashishdan to'sqanlik to'g'risida. Ey mu'minlar, sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan dininglarni masxara va o'yinchi qilganlarni do'st qilib olmanglar. Ya'ni bu dunyo va oxiratga foydali manfaatlarni o'z ichiga olgan pak islom shariatlariga amal qilib kelayotganlarning eng yaxshi ish harakatlarini masxara qiladigan, uni o'zlarining buzuq fikrlari o'yin tamoshasiga selishtirib bekar ishdan iborat deb qaraydigan mushriklar va Yahudi xristianlardan iborat islom dushmanlarini do'st tutish va ular bilan do'stlashishdan yergandirishdir. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni agar sizlar Alloh taolaning shariatiga ishonsanglar, dinni masxara qilgan, sizlarga va dininglarga dushmanlik qilgan kofirlarni do'st tutishda Alloh taoladan qo'rqinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: mu'minlar mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Kafirlarning namoz va azonni masxara qildiganlik to'g'risida. Sizlar namozga chaqirgan, ya'ni azon aytgan chig'inglarda ular namozni ham sizlarni masxara va o'yinchi qiladi.
ya'ni aql egalari uchun eng yaxshi amallarining bir bo'lgan namozga chaqirib azon aytganinglarda ular masxara qiladi. Masxara qilishidi. Chunki ular Alloh taologa ibodat qilishning ma'nosini, shariatlarni tushunmaydi. Bunda qilish shaytonning agash kuchlarining sifatlari bo'lib, shayton azonni anglaganda uni anglamaslik uchun ovozliq osurgan holatda tikib yetadi. Azon tugaganda qaytib keladi. Takbir o'qilsa yana qochadi. Takbir o'qilib bo'lgandan keyin bandaning ko'ngliga buni o'yla, buni asla deb vasvas paydo qilib, qancha rakat namoz o'qiganligini bilolmaydigan qilib qo'yish uchun qaytib keladi. Kimiki shundaq ishga duch kelsa, salom berishdan burun 2 sajda qilib etsin. Bu İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisdir. İmam Zuhri mundaq deydi. Alloh taolo azon aytishni kitobida tilga elib mundaq deydi. Sizlar namozga chaqirgan, ya'ni azon aytgan chaqinglarda ular namozni ham sizlarni masxara va o'yinchiq qiladi. Bu shuning uchunki ular namozning hikmatini va namozning nafsini poklashdagi g'oyasini tushunmas qavmdir. Buni İbn Abu Hatim rivoyat qilgan. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Maide suresi tefsirinden 58. ayetgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.